qo'llardagi elektronlik to'qmoqlar orqali shu qiz ayollarningki maqat yo'llari va jinsiy yo'llarga chiqish orqali ularning shu azoblaridan, shu zararlanishlardan huzurlandi. Men vatanimiz Sharq Turkiston shu Urumchi shahrida ta'sis qilingan Sanfangodagi erlar kampusida 2017-yili 3-oydan boshlab 9-oygacha 6 oy shu yerda Xitoy hukumatiniki majburlashi bilan ashada Xitoy tili darsi o'tdim va bu dars o'tish jarayonida nurg'unlagan eg'ir dafsanchilikka, inson qabul qilib bo'lmaydigan darajadagi zulmatlarga shohid bo'ldim. Bu yerdagi tutqunlar intayin dahshatli yashaydi. Xitoy soqchilari ularni odam qatorida ko'maydi. U tutqunlarning kameralari quruq simot yotadi. Har bir kamerada 40 dan 50 kicha tutqun yashaydi. Ular har kunligi, har vaqqa bir taldan Xitoy momisi bilan quruq sho'girisi ichadi. Undan sirt yana tuvadiklar chiqish uchun har kunligi 3 vaqt faqat 1 minutlan vaqti bor. Ham bular atalmış sinfga kirib chiqish jarayonida putqollarda zanjir kishan. Yani bu yer qurilgan qiz ayollar kampusi 6 qavatlik balkonsiz bino bo'lib, bu yer tutib kelinganlar 18 yoshdan 40 yoshgacha 90% mushlarni egallaydi. Qolganlari 40 yoshdan yuqori hatto 70 yoshga ayollar bor. Bu yerdagi qiz ayollarning sochlari butunlay tushirib o'tilgan. Ularning kechiringlar. Ular mahbus kiyimlari kiygan, ustiga uni ustiga kiyib olgan jilkisininki juzrang jilkisining ustida nomer besiqliq. Chunki ularning ismlarini atashga, paranglashishga qat'iy bo'lmaydi, faqat nomerni chaqirish kerak. Bu yerdagi qiz ayollar shu yerdagi Xitoy soqchilarininki har xil savol so'rab, qiyin qisqa jarayonda shu soqchilarning bosqinchilarga uchrab turdi. Hattoki navbatlish bosqinchilik qilgandan keyinki qo'llardagi elektronlik to'qmoqlar orqali shu qiz ayollarningki maqat yo'llari va jinsiy yo'llarga chiqish orqali ularning shu azoblaridan, shu zararlanishlardan huzurlandi. Demak, Xitoy soqchilari bu ahvollarni o'zlari o'tirayotgan, masalan, so'rinlarda, tamoq jo'z ustallarida bularni bir-biriga deyish orqali intoyinlik o'ziga bir xil faxrlik his qildi ekan buni. Ben bunu shu yerdagi Xitoy soqchilarining o'zining og'zidan olgan ham tunishlardan. Vatanimiz Sharq Turkistonda mana shunday eg'ir dafsanchilik, fojialar bo'lyapti. Men shu qiz ayollar kampusiga borgan vaqtimda, borgan kunimlar bu qiz ayollarniki 18 yosh, 20 yosh atrofidagi bir yosh qizning odat to'xtatish hukumi urgandan keyin 2 oyga yaqin odat to'xtamay qansirab o'lib ketganini o'z ko'zimda ko'rgan. Uni ishga arbindan zambil olib chiqib borganda men ko'rgan. Demak, bu yerdagi qiz ayollarga umumyuzlik tug'maslik dorisi, odat to'tish dorisi yigizildi ham hukm urildi. Kamp ichidagi qiz ayollar mushunda eg'ir dafsanchilik zulmlardan sirt yana kamp sirtidagi bir qism shakli qolib qolgan, hayot qolgan ayollarmi bundaq dafsanchilikdan qutulgan yo'q. Ularmi shu yerdagi aholilar komitetining majburlashi, Xitoy soqchilarining majburlashi bilan umumyuzlik tug'maslik operatsiyasi qildirildi, uzuk soldirildi. Hatto Xitoy hukumatiningki qonunlashtirib, hujjatli tushirib bergan siyosatiga asosan o'ylar turayotgan qo'shmoq tuqqan Xitoy soqchilarini kutib, yana shularning dafsanchiligiga uchrab turdi har kuni. Demak, bu ahvollar bizning beshimizdan keldi, bizning bundan qochib qutulamadik. Mana vatanimizda mushundaq eg'ir dafsanchilik bo'lyapti. Bu bir uchuqdan uchuq irqiy qirg'inchilik. Demak, irqiy qirg'inchilik bo'lyapti. Yana insonlikdan chiqqan bir qism kishilar yana mushundan qarab turib ko'z yumbatdimiz. Shu vatanimizdagi bo'layotgan qirg'inchilikni, dafsanchilikni, shu qiz ayollarimizga ojizinlik bo'layotgan shu bosqinchiliklarni har vaqt unutib qolmasligimiz kerak. Cho'qim har vaqt bu inqilobni kurashni bir kunmi to'xtab qolmasligimiz kerak. To'xtab qo'ymasligimiz kerak ham.